Kia Kabish 2 litrli atmosferniy motor. Chip tuning qilib beramiz. Hozir chek chiroqlari yonib qolgan, LPG propan gaz. Mashina Samarqandlik. Hozir kombiloder zagruzchikimiz orqali считывание protsedurasi programmasini chiqarib olamiz. EST Pro redaktor orqali ochib redaktor qilamiz. Mashinani ideal ishlaydigan holatda klientga topshiramiz. Kabish bo'yicha ham bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Shogirdlar praktikada. Alyor Surxondaryodan Oybek. 600 ni ochib qolaveradi bularni, ko'pda bular. Tak. Sizlar ham murojaat qilsangiz bo'ladi, agarda sizlarda ham qanaqadir muammolar bo'ladigan bo'lsa, avtodiagnostika va programmirowание ishlari bo'yicha biz ish faoliyatidamiz. Pastda Telegram silka qoldiraman. Mana shu Telegram silkani shuna bossanglar, biz bilan osongina bog'lanasizlar. Telefon qilish foydasi yo'q, telefon ishlatmayman men. Chunki juda ham ko'p qo'ng'iroqlar shu Telegram orqali kelarasizlar.